Badrda ular g'olib keluvdi, Uhudda biz g'olib keldik. Nasroniylar kitob ahli hisoblanadi. Xristianlar kitob ahli hisoblanadi. Yahudiylar kitob ahli hisoblanadi. Ahmad, mendan keyin Ahmad ismli inson keladi. Uni ko'radigan bo'lsa, unga ergashishadi. Savod yo'q narsani kashfiyotdan chiqaradi. Osmon ham bor narsani muhofazasi bahonasida. Fakat Qur'onda nusxalar chop. Bu Malik Fahd. Oldingi shu Saudiyani podshohlaridan biri. Mana shu kishining nomi Osmonxonada. Fakat mana shu Osmonxonadan olingan qurollar qo'yiladi. O'zbekiston olib kelib o'zimizdagi bozorlar chop etiladi. Nusxasi ko'paytiriladi. Bir yil. Odamlar borganda hatto hademay. Bir kunda yo'q deganda ko'paytirib olib keladi. Barchasiga mana shu kitobdan hadya beriladi. İlla min salati. Fakat 3 ta narsadan boshqa.